Rohmanir Rohim. Assalomu alaykum. Bizlar uchun, xalqimiz uchun mehribon, jonkuyar, adolatparvar, g'amxo'r, hurmatli prezidentimiz Shavkatjon Miromonovich. Avvalo biz Allohdan sizga va oilangizga mukammal salomatlik, uzoq umr va hamisha martabangiz jahonda bundan-da ulug' bo'lib yurishingizni tilaymiz. Men Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi Karmak mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilaman. Men ushbu murojaatim bilan mahallamiz aholisining sizdan behad minnatdor ekanliklarini, roziliklarini va rahmatlarini yetkazish uchun jazm qildim. Sizning davlatimiz, xalqimiz uchun olib borayotgan ichki va tashqi siyosatingizni barchamiz ma'qullaymiz. Ushbu mashaqqatli mehnatlar sizni sochingizni oqartirdi. Bu sizga Allohning rahmati bo'lsin. Biron soha yo'qki sizning e'tiboringizdan chetda qolgan bo'lsa. Yo'q. Siz barchasini o'ylab, necha tunlarni xalq g'amida bedor o'tkazsangiz kerak. Doimo omon bo'ling. Bizning mahallamiz tumanni kiraverish hududida joylashgan. Mahallamizda 3800 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. 800 ga yaqin xonadonlar mavjud. Oxirgi 5-6 yil ichida mahallamizda obodonlashtirish sohasida juda katta ishlar qilindi. Hozirgi kunga kelib ichimlik suvi, gaz, elektr energiyasidan muammolarimiz yo'q. Ko'chalarimiz barchasi asfaltlandi. Allohga shukrlar bo'lsin. Bolalarimiz uchun yetarli sharoitli maktablar, maktab va bog'chalar mavjud. Sizning sharofatingiz bilan 150 dan ortiq otaxon va onaxonlarimiz haj va umra safarlariga borib keldilar. Shu kunlarda yana ko'pchilik hamqishloqlarimiz umraga borish arafasidalar. Bularning barchasi uchun sizni umrimiz boricha duo qilamiz. Hurmatli prezidentimiz, biz barchamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Qo'qonimiz qizi bo'lmish Ziroatxon xonim bilan qo'sha qarib 100 yoshlardan oshib yurishingizni Allohdan tilaymiz. Ko'p sonli hoji onaxonlarimiz nomlaridan sizga va muhtaram rahmatlik ota-onangizga madhiya sifatida yozilgan ushbu she'rni o'qib berishga ruxsat bergaysiz. Ulug' yurtboshim Shavkat hoji Miromon o'g'liga. Yurtga hurlik ato etding, otangga rahmat bolam. Mazlumlar ruhin shod etding, cheksang-da zahmat bolam. Musulmonning ham qarzin, ham farzin ado etib, Ka'bani tavof etding, otangga rahmat bolam. Har ishki savob etding, onangga rahmat bolam. Do'stlaring shodi xurram, g'animlaring boshi ham, qilgan ishing muhtaram, otangga rahmat bolam. Vatanning istiqlolin qutlar bugun shohid el, elga mumtoz mafkurang, otangga rahmat bolam. Omon bo'lsin do'st jo'rang, onangga rahmat bolam. Shoir xalqi har ishing so'ylasalar seni oz. Sen tufayli o'zbegim o'zligin tanidir rost. Men ham ushbu haq so'zim aytmasam ko'nglim to'lmas. Shu niyat oldim qalam, otangga rahmat bolam. Shoira bo'yindan kalom, onangga rahmat bolam. Mustaqil O'zbekiston madhiya kuylar bugun. Momolaring Xudodan umringni tilar bugun. Go'dagiga Shavkat deb nom qo'yar ko'plar bukun. Nasib qilsin toji taxting, otangga rahmat bolam. Zavol ko'rmasin baxting, onangga rahmat bolam. Islom nuri yoritsin yo'lingni, shuuringni. Parvardigor saqlasin g'animdan g'ururingni. Omon eson o'tkazgin har bir bayram to'yingni. Yurtingga mehmon kelar, xo'p aziz va mukarram. Buyuk xalq seni qo'llar, onangga rahmat bolam. Faxrim bor, baland boshim, adolatli yurtboshim. Sendek yo'lbosh ko'rmadim, yetsada 100 ga yoshim. Duo uchun qo'l ochdim, bo'lgin yanada xoshim. Hurmati oppoq sochim, otangga rahmat bolam. Parvoz qil misli lochin,
Onangga rahmat bolam. O'zbek ayoli nidosi. Men o'zbek ayoli, bir she'r misoli, qalbim nidosini ifoda etgum. Tilarman mustaqil yurtim kamolin, aziz xalqim uchun, yurtdoshim uchun. Pana pastqamlarda poylab yurganlar, buyuk xalq ustidan g'iybat qurganlar, endi kelib ko'rsin gapining puchun, aziz xalqim kuchun, yurtboshim kuchun. Yurtim zaminida tinchlikdir muqim, barcha ziynatlardan ana shu muhim. Yangi qomusimiz ko'rsatdi kuchun, aziz xalqim uchun, yurtdoshim uchun. Vatandosh quloq sol, yurakda tug'yon, ayolda bo'lsa gar o'sha 40 ta jon. Barchasin atadim, so'zimga ishon, aziz xalqim uchun, yurtboshim uchun. Aziz prezidentimiz, mening sizga murojaat bilan chiqayotganimni eshitgan mahallamiz otaxonlari bir iltimoslarni sizga yetkazishimni so'radilar. U ham bo'lsa mahallamizdagi masjidni rasmiy ochishga yordam berishingizni o'tinib iltimos qilmoqdalar. Ushbu masjidga otaxonlarimiz rahmatlik otangiz Mir Omon ota nomlarini qo'yganlar. Tumanimizda 3 dona masjid mavjud bo'lib, barchasi mahallamizdan 5, 10, 15 kilometr olisda joylashgan. Bu olislik otaxonlar va namozxon pensionerlarga qiyinchilik tug'dirmoqda. Bu masjid to'g'risidagi tayyorlangan barcha hujjatlar Farg'ona viloyati hokimligiga va Respublika Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaga topshirilgan. Muborak Ramazoni sharifni haqqi hurmatlarida ushbu masjidning ochilishiga amaliy yordam berishingizni iltimos qilamiz. Janob prezidentimiz, biz oddiy xalqmiz. Biz doimo siz bilanmiz. Yuzingiz ikki dunyoda yorug' bo'lsin. Omon bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.